Uyga keldim. Mana bu issiq nonlarni yo'ldan olib oldik. Achi cho'qyapti Odina. Iftorlik dasturxonni tayyorlab qo'ygan. Mana bu yerda ovqat. Eng muhimi suv ichib, issiq choy ichib olsak, iftordan keyin har kuni bizda xizmat tayin bo'ladi. Bemalol administratorimga murojaat qilaverasizlar, chunki hozir xizmatlarni qo'ymayapman, lekin har kuni iftordan keyin bizada hattoki klip syomka jarayoni kuni ham men ikkita xizmatga borib, keyin klipni boshlaganmiz. Kelinglar. Duolar ijobat bo'lsin. Hammani xonadoniga tinchlik, xotirjamlik, barokat tilayman. Keyingi Ramazon oylariga ham chiroyli mana shunaqa yetaylik hammamiz birgalikda.